sifati jihatidan eng yuqori o'rinlarda turadigan, gertsi bo'lsa eng balandlaridan bo'lgan bu ikkita Xitoy gigant kompaniyasini bugun modellarini solishtirib o'tamiz. LG, Samsung, Sony brendlaridan umuman qolishmaydigan, lekin narxi jihatidan teng yarim baravar narxi bo'lgan ikkita modelni ko'rib o'tamiz. Bu Xiaomi brendini 2025-yilda ishlab chiqarilgan Mini LED modeli. Ikkinchisi bo'lsa TCL brendini 55 dyumli QD Mini LED modeli. Ikkalasini ochib, hozir solishtiramiz. Xiaomi brendini va TCL brendini hozir bir xil tasvirga qo'yib, plus va minuslarini 3 ta farqini aytib o'tamiz. Testimizni 3 xil rangda qilib o'tamiz. Birinchi rangimiz qizil rang bo'lib o'tadi. Ko'rib turganingizda ikkala modelda ham yomon emas ko'rsatishi, lekin Xiaomi brendi nisbatan yorqinroq ko'rsatyapti va aynan shu rangda Xiaomi brendiga 1 ball beramiz. Ikkinchi rangimiz yashil rang bo'lib o'tadi. Bu ikkala modelimizda ham yashil ko'rsatishi yomon emas, lekin bunda ham nisbatan Xiaomi brendi yaxshiroq ko'rsatyapti va Xiaomi brendiga 2 ballni ham beramiz. Uchinchi rangimiz ko'k rang bo'ladi. Ko'k rangda ham o'zingizlar guvohi bo'lib turganinglardek Xiaomi brendi nisbatan yorug'roq ko'rsatyapti va shuning uchun uchala rangda Xiaomi brendini g'olib deb bilishimiz mumkin. Qolgan testlarni ham sinab ko'ramiz. Ikkala mini LED televizorimizda yana bitta farqi bor. Mi televizorimizda 144 Hz ishlaydi. TCL televizorimizda bo'lsa 120 Hz ishlaydi. TCL televizorining ustunligi unda ikkita pult chiqadi, Mi'da bo'lsa bitta pult chiqadi. Yana bitta farqiga to'xtalib o'tamiz. TCL brendimizda 210 kilo akustika kolonkalari turadi. Mi televizorimizda bo'lsa bunaqa subwooferlari yo'q. Shuning uchun uni ovozi 25 Watt. TCL ovozi bo'lsa subwooferlarning hisobiga 40 Watt. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Mi televizorimizda 144 Hz, TCL televizorimiz bo'lsa 120 Hz. Lekin TCL brendining ustunligi unda ikkita pult chiqadi. Garantiyasi servis center tomonidan 1 yil va ovozlari 40 Watt. Ikkita subwooferi ham bor. Eng qiziq joyiga keldik, bularning narxlari. Narxlari bo'lsa bir xil, $599 buyurtma qilmoqchi bo'lsanglar, opisaniyada sotuvchilarning raqamini qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Lekin buni ham ko'rsatishi dahshat, uncha-muncha televizorlardan zo'r ko'rsatyapti. Ha, aytgandek, bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.